Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Bugun legenda haqida gaplashib o'tamiz. Legenda o'zi nimaga kerak? Nimaga ishlatiladi asosan? Shuning uchun. Chunki ko'pchilik AutoCADdan Revitga o'tayotgan paytda ba'zi narsalarni legenda tushunchasi bo'lmasdan turib boshqa narsalarda ishlatishadi. O'zini qiyin yo'l bilan ishlatishadi. Misol uchun mana bunaqa условное обозначение yoki примечениялар bo'lgan paytda yoki shartli belgi, eshik ochilishi, shunga o'xshagan narsalarni, shartli belgilarni ko'rsatish kerak bo'ladi. AutoCADda bu holatda oddiy chiziqlardan iborat bo'lganligi uchun shunchaki to'liq ishlab turib, uni bitta blokka solib turib, hamma listlarga prosta kopiya qilib chiqib, bemalol ishlatsa bo'lardi. Bu yerda qanaqa ishlatiladi? U legenda deyilmaydi u joyda AutoCADda, lekin bu yerda esa Revit dasturida esa legenda deyiladi. Legenda nima? Revit loyihada ishlatilgan elementlar, eshiklar, derazalar, materiallar, simbollar va hokazolarni tushuntirish jadvalini yaratish uchun maxsus ko'rinish turi. Bu chizmalarni ishlatadigan standart belgilar va ma'nosini ko'rsatish uchun kerak. Legendaning asosiy afzalligi legenda bir nechta shitsga qo'yish mumkin. Ya'ni shits degani list deganini bildiradi. Ya'ni bu yerda model yo'qda listga qarab hisoblanadi. Misol uchun mana bu joyda mana legenda deb qo'yilgan o'zbek tilida afsona bo'ladi tarjimasi. Tak, misol uchun mana legenda bosganimizda legenda chiqib keladi. Odatdagidek, misol uchun ochganimizda mana bu joyda sozdать и arxitekturniy qilib OK qilib ochgan paytimizda chiqib keladi shunaqa. Bu narsa chiqib kelmaydi. Bu narsani prosta o'zim yozdim. O'zgartirish va o'zgartirish qilsangiz barcha shitslarda avtomatik yangilandi. Bu modelga bog'liq emas. Drafting Wave'ga o'xshash, lekin maxsus imkoniyatlar bor deyilgan. Ya'ni bitta legenda yasaysiz, ya'ni xuddi shunaqa mana jadval yozib yozasizda. Misol uchun mana bu loyihadan misol keltiraman. Mana bu legendani qo'ydim yoki mana bu yozuvni qo'ydim, to'g'rimi? Hamma listda 3D vitlarda masalan ayniqsa mana misol uchun demontaj, montaj hammasida ishlatdim. Xuddi shu примечение. Hammasi bitta legenda qilib yasalgan. Ya'ni yasalgan. Birontasini o'zgartirsam, ichiga kirib turib o'zgartirsam, qolganlarida ham o'zgaradi. Afzalligi, eng katta afzalliklardan biri shu. Misol uchun-da, ya'ni ishingizdan ancha yengillashtirib beradi bu borada. Tak. Arxitekturning o'zida mana bu joyda dispetcher proyektda pastga tushganligida mana legenda degan chiqib keladi o'zi. O'ng tarafini bosib turib, sozdать legenda qilsak ham mana legendaning nomi и masshtabini so'raydi bizdan. Legenda ikkinchisi deb qo'yibdi, chunki bitta legenda yaratib qo'ydim men. Mana shu legendada turibman hozir. Chiqib ketsam, mana misol uchun mana 2 minut ichiga bossam, mana legenda ham ichiga kirgan bo'laman. Legendadan ichida nimalar qilsa bo'ladi? Odatdagidek misol uchun shtrixovkalar chizishinglar mumkin, oddiy chiziqlardan chizmalar chizishinglar mumkin. Ya'ni buni ko'pincha interyer yoki arxitekturada uzullarni ko'rsatish uchun ham shunaqa qilishadi. Uzulni qo'l bilan chizib chiqasizlar AutoCADda. Buni ham xuddi shu tarzda chizib, shu joyda legendada chizib turib, hamma listlarga bemalol qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Oblast bor, цветовой oblast bormi? Цветовой oblast bosgan paytimizda xohlagan цветовой oblastimizni chiqarib beradi. Misol uchun mana qilib diagonal vert tanladim, OK qilaman, OK qilsam mana chiqib keladi. Bemalol xohlagancha chiqarib beraveradi. Bularning hammasini misol uchun bironta list yasayman, A4 bo'lsa A4 ga yasayman, mana A4 listga joyladim, legendani olib turib, unda qo'yib ketaveraman. Nomi kerak emas deyman, mana xohlagancha olib ketaveraman. Shuni xohlagan nechta list bo'lsa, hammasiga ishlata olaman. Ya'ni bitta legendani juda ko'p ishlata olaman. Xuddi shunisi afzalligi bor, juda katta afzalliklardan biri. Adreska shablonlarda o'zini tayyor mana bunaqa adreska shablon olganinglarda bu tekin hamma yerda bor. Agar если что kerak bo'lsa, Telegram kanalida ham bo'ladi. Telegram kanalda ссылкасы, YouTube'da ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariyada bo'ladi, kanalda shapkasida и Telegramda ko'rayotgan bo'lsanglar, shunda ham Telegramda ссылкасы, faylda o'zini ham ko'rasizlar. Tak. Misol uchun mana Legenda Polov, razmer stili text deb qo'yibdi. Legenda Polovga kirsam mana polda uzul qismini chizib ko'rsatilgan. Bular hammasi hachda, ya'ni komplekt legenda deb qo'yilgan. Endi bular hammasi shtrixovka. Element uzluq deb qo'yibdi. Hammasi shtrixovka. Hozir qanday chizgan bo'lsam, xuddi shunaqa shtrixovka. Uni xohlagancha chizib, misol uchun zalivkaga qo'ysam qanaqa ko'rinadi? Mana shu holatda ko'rinishi mumkin ekan. Eskiz oknoni eskiz ko'rinishi. Buni ham xohlagancha chizib, chiqarib, bemalol olishimiz mumkin bo'ladi. Legendani shu tarafi misol uchun mana bunaqa vitrajlarni, eshiklarni markalari, shunga o'xshaganlarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu holatda.
Oblast, tekstlarimizni stillari hammasi shu yerda ekan. Bu ADSK shabloni ichida bo'ladi. ADSK shabloni ancha-muncha afzalliklari bor. O'zida, Revit'da o'zida mana qilib arxitekturni ochganinglarda bu ADSKniki emas, Revit'niki bo'ladi. Bolalar ko'pchilik adashtiradi. ADSK bu alohida yuklab olasizlar. ADSK degani, xo'sh, BIMTube'ni ADSK shabloni deyiladi. Xuddi shuni yuklab olgan paytingizda sizlarda ham xuddi shu narsa chiqib keladi. Listlari ham tayyor bo'ladi. Grafik taraflarida ham hamma narsasi, juda ko'p narsasi tayyor bo'ladi asosan. Xuddi shu narsa legenda deyiladi bolalar. Savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldinglar. Umumiy ishlatsa bo'ladigan, loyihalarda ishlatsa bo'ladigan narsa xuddi shu narsa. Ya'ni xohlagancha tekst yozishinglar, Cvetov oblast yoki mebellarni qo'yib ketishinglar, xohlagancha chizishimiz mumkin bo'ladi. Legendaga kirib turib, annotatsiyaga kirsanglar, liniya detalizatsiya orqali, Cvetov oblast orqali komponent legenda, komponent model qilsanglar, kerakli modelinglar bo'lsa, o'sha komponent modelni olib turib, bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarz faqat o'zini ko'rsatyapti. Tashqaridan biron bir model olib kelgan paytimizda ham komponent legenda qilsam yokida komponent bu uzul ekandek. Komponent uzlu. Komponent legenda qilsam yo boshqa narsasi yo'q ekan. Xuddi shunaqa tashqaridan narsa olib kirgan paytlarda bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Modellarimizda ko'rinishlarni chiqarish mumkin bo'ladi. Ko'pincha holatlarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, chizmalarda oynalar yoki bunaqa hozir ko'rsataman. Mana bunaqa shkaflarimizda ko'rasizlar modellari yokida oldidan, yon taraflardan ko'rinishlarini. Bularning hamma har xil bir necha xil uslubi bor. Birinchi uslubi shu, ya'ni legendada chizib olmaysizlar bu narsani, tayyor modelni olasizlar, qo'yasizlar, bo'ldi. Ya'ni yasagan modellarni shunday modellar ichida, proyektlar ichida bo'ladi, o'sha men hozir ko'rsatgan joyim mana komponent legendadan olsanglar bo'ladi. Komponent legenda o'tgan paytlarda mana bu joyda modellarimizni chiqarib beradi. Hozir bu yerda faqatgina eshik modeli bor ekan. Xohlasak, misol uchun speridi qilsam, mana eshikning old tarafidan, tepa tarafdan ko'rinishi, yon tarafidan ko'rinishini orqa tarafidan ko'rinishini ko'rsatyapti. Bu narsa qolgan modellarimiz ham xuddi shunaqa ishlaydi. Misol uchun shkaf yasasak, shkafda razmerlarimizni bera olamiz. Xuddi shu narsani keyin olib turib, biron bir list yasasak, list ichiga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu narsani bemalol xohlagancha beskanechniy, ya'ni cheksiz ravishda qilishimiz mumkin bo'ladi. Savolinglar bo'lsa, komment yozib qoldinglar, albatta javob beraman. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, Revit o'rganmoqchi bo'lgan, arxitektura o'rganmoqchi bo'lgan tanishlarga albatta jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Ilm o'rganishdan to'xtamanglar.